Assalomu alaykum. Karmaga yaxshimisiz? Voy. Ha, oila chiqdi-yu. Oh yes. Yaxshi bo'ldi. Avtobusga ketmayman-da, Yandex chaqiraman. Ana meni biznes klass degani bormidi? Eshiklarni o'zimda ochib qo'yadi. O'shani chaqiraman-a. Biz ham bir odamga o'xshab yashaylik. Ana bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. 15 minutda kelar ekan. Kutamiz. Voy, Kechirasiz. Ko'chaga mashinasi chiqib ketsa bo'ladimi? aka. Men Yandexni Mamit ko'rganman. Masjidga kelib, eshikni ochib berishingiz kerak. Muomalasi davrcha sovuq. Shunaqa mol paraslar ko'payib ketdi. Yandex chaqirganmi deyman? Men tushunmadim. Hozir qoplayman o'san. O'zi sandalarga pasport berayotgan ekan-a, oldingmi sen? Qanaqa pasport? Hozir ochaman eshikni. Assalomu alaykum. Bo'la qoling, kech qoldi. Voy. Shu biznes chaqirgansiz-ku, shu nazarimda. Konsener yo'qi. Ha. Konsener, hop. Qatga borish kerak. Bilasiz-ku qayerga borishligini. Jalba qilaymi? Ayyo, bo'pti. Konsener yo'qi, haydayman. Yonboshlab ketaman. Ha, bo'ldi, hop. Bo'ldi, tushay. Yo'qchil qara buni. Qayerga keldik-e? Ha, o'zing aytding-ku, o'zingiz bilasiz, men bilgan joyim mana shu Jo'xorizorim kelyapman, qoch. Voy. Mabetga chaqirmaganman-ku. Va Chilozorga belgilaganman u. Qaq olib keldingiz aka meni. Men senga aytdimmi, qatga olib boraysan, o'zingiz bilasiz deding, jalba qilaman deb. Mana. Men Chilozorga belgilaganman-ku. Men Yandex emasman, yo'ldan o'tib ketdi, sendan asfalt yo'lni so'ramoqchi edim. Ustingizdan jalba qilamanmi? Bemalol jalba qilaver. Mana senga taksi. Voy. Pasport olgin. Alo aka, men keluvdim. Kim edi bu? Yandex biznes klass chaqiruvdingiz hozir aka? Ha, siz anu eshikni ochib yopadiganmidi? Ha, biznes klass chaqiruvdingiz aka. Voy. Aka, qarang, men anu boshqa mashinaga o'tirib ketib qolman-da. Siz qayerdasiz o'zi aka hozir? Hozir lakasa tashlayveraman. Bo'l, tashingchi. What? Aka, bu turgan joyingiz qayerda? Toshli ko'chami? Yo'q, bu dala joyda, dalali joy. O'tga bora olmayman aka men. Bo'pti, boshqa chaqirib olarsiz, bo'pti aka. Voy.